gohida u qadar ko'p o'qiysiz, keyin bir bet o'qisangiz, kitobni hammasini tushunishga yetarli bo'lib qoladi. Shunday paytlar keladi. Kitobni sotib olasiz va bir bet o'qiysiz, ikkinchi betni o'qishga ehtiyojingiz qolmaydi. Butun kitob nima deyishi mumkinligini his qilasiz va uni to'xtatasiz, boshqa kitobni olasiz. Bunday paytlar yetib keladi. Bu eng tez o'qish yo'li. Bu degani sizdagi o'sha boyagi aytganim o'sha nima dedim, majoziy ma'noda hammasini o'rniga qo'yish, mantiqan yechish masalalarida borgan sari rivojlanib ketadi. Lekin hali yo'lni boshida ekan, ichki ovoz bilan o'qiyotganlar kitobni endi o'qib, ichida masalan gapiradi, og'zi yopiq, ammo ichida ovoz qaytaradi. Hech kitobni tez o'qiy olmaydi va doimiy ravishda kitob o'qish bir qiyinchilik tug'diradi unday holat. Ichki ovozda takrorlab o'qiyotganlar uchun kitob o'qish hijjalab, 3-sinf, 2-sinfda o'qish holatida u. Ali, vali deb ichida takrorlash. Chapga yurdi, keyin oldidan falonchi chiqdi, keyin o'ng tomonga qaradi, yugurdi. Xuddi mana shuni ovoz chiqarmasdan ichida takrorlayotgan bolachani holida qolib ketilganlikning dalolatidir. O'shaning uchun men aytayotgan mashq yo bir ritmda ushlab o'qish qilaverasiz, ayni paytda o'zida o'qiyverasiz. Yo bo'lmasa ichingizda biror bir yaxshi ko'rganingiz musiqani yoki qo'shiqni hirgoyi qilasiz. Hirgoyi qilarkan u qo'shiqni hirgoyisida adashmasligingiz kerak. O'shaning uchun yaxshi ko'rgan bir qo'shig'ingiz bo'lishi kerak. Ayni paytda o'zida ko'zingiz bilan kitob o'qishga harakat qilasiz. Bu darrov tuzaladigan narsa emas. 15 soat to'xtovsiz o'qish. Ya'ni to'xtovsiz derken 3 soatdan bo'lib, bilmadim, bir hafta davomida xuddi shunday o'qishga mashq qilgandan keyin sekin natija kelishni boshlaydi. Ichki ovoz yo'qoladi. Ana endi ichki ovoz yo'qolgandan keyin nima paydo bo'ladi? Vizual, tasvir orqali o'qish paydo bo'ladi. Tasvir orqali o'qish. Meni ko'zimga tushayotgan nafosat eshiting, diqqat qiling. Meni ko'zimga tushayotgan hamma narsani aslida miyam fahmlashi mumkin. Lekin men uni miyamga o'rgatmaganim uchun ko'zimga tushayotgan narsalarni hammasini, masalan men hozir shu yerdan sizga qarab turgan bo'lsam, sizdan pastki qismda deylik Abdulahad turibdi. Abdulahadni nima qilayotganini ko'rmayman. Lekin u meni ko'zimga tushyapti. Agar men ko'zimda o'rgatganimda edi, Abdulahadni ham bir paytda nima qilayotganini ko'rardim, sizni ham nima qilayotganingizni, tepada Javohirda ham nima qilayotganini hammasini ko'rib turardim. Ya'ni hammasini ko'rarkan alohida analiz ham qilardim. Miyamda unga o'rgatmaganim uchun men faqat sizga qarayman va sizni kuzataman. Vaholanki meni ko'zimga bu yer ham tushyapti, u yer ham tushyapti, Sardor ham hamma narsa. Faqat meni diqqatim sizga qaratilgan. Endi men miyamda shunday o'rgatishim mumkinmi? Shunday turaman, har narsani bir paytda o'zida fahmlaydigan holatga olib kelishim mumkinmi? Albatta mumkin. Qanday qilib qilaman buni? Mashq orqali qilaman. Miyamda unga ko'niktirma hosil qilish orqali, ko'niktirish orqali, o'rgatish orqali qilaman. Endi nega buni aytyapman? Biz masalan odamlarni avvalgi o'sha Toshkentdagi suhbatimizda men aytdim shekilli, odamlarni ko'ramiz, yuzi tanishda, lekin ismi esimizda yo'q. Juda ko'p hayotda. Shu yuzi issiqda ko'zimga qandaydir tanish turibdi, lekin qayerda ko'rganimda eslolmayman. Otini eslolmayapman. Nega? Chunki bizda miyamizda vizual xotira kuchli. Tasvirni eslab qolish kuchlidir. Endi boyagi ichimizdagi ovoz yo'qolgandan keyin bizni ko'zimiz u yerdagi tasvirni o'qishni boshlaydi. Ishonavering, 10 marta tez o'qiymiz, 10 marta tez tushunamiz va hatto kitob tez o'qishda tashab ketgan, o'tib ketgan joyingizda orqaga qaytib o'qimang degan joyi bor. Mutlaqo shart. Orqaga qaytishga ruxsat berilmaydi. Nega? Chunki o'qib ketavergandan keyin u kamchilikni to'ldirib oladi. Agar u muhim bo'lganda edi u qismi, miya u qismni darrov o'qigan bo'lardi degan bir qarash bor. Bular hammasi mashq orqali bo'ladi. Men hozir to'g'risini aytsam,
uni ham tayyorlab qo'yganman, faqat hali unga 3-4 oy bor. Alohida kitob o'qish, tez kitob o'qish haqida nimalar qilamiz, darslar qilamiz. Inshaalloh u ham foydali bo'ladi deyman. Lekin shu boyagi ichki ovozni yo'qolishi o'qiyotgan paytda bunga diqqat qilish kerak. Ovoz bor ekan, biz tez kitob o'qiy olmaymiz. Ya'ni ichimizdan o'qiganimizni tasdiqlatishga ehtiyojimiz borda, bu yaxshi emas. Endi qanday qilib buncha narsani eslab qolinadi, tagida chizadi. Boshida 4 ta qalam bilan kitob o'qish haqida kelishgandik. Uni yo'lga qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Endi hamma badiiy kitoblarda uni yo'lga qo'ya olmaysiz, tabiiyki. Ilmiy kitoblarda u bilan o'qiysiz. Masalan, Joseph Campbellni shunday o'qisa bo'ladi qalam bilan. Lekin o'tgan kunlarda qalam bilan o'qishda ma'no yo'qda. Badiiy adabiyot. Shunaqa. Rahmat, Nafosa. Rahmat ustoz. Ibrohimjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Marhamat. Savolim bor, o'zi asli bitta hozir kitob bor. Nafosa to'pa aytgandek, hozir o'z amatingiz umumiy hamma narsani teng qamrab olishda, ko'rishda. Shunday tablisasini aytgandingiz. Toshkentda ko'rishga. Shuni men sinayapman, lekin ko'p aniq bir nuqtaga qarabmi yo anaqami tushunmay qolyapman. Masalan, bir nuqtaga qarab boshqa sonlarni o'qishdi. Sharti shu, o'rtaga bir joyga qarab turib, qolganini ko'rishga urinasiz. Shu urinish orqali uni ko'ra olasiz. To'g'riga qarab turib, birni topishingiz kerak, shu yerda bir. Taxminan ko'rinib turadi, birni bosasiz. Endi navbat qayerga 2 ga keldi. 2 qayerda turibdi? Bu 30 ta raqamning ichida shu yerda turibdi go'yoki. Ko'ramiz uni biz. Unga qarashimiz shart emas. To'g'riga qarab turib ham uni ko'ra olamiz. Diqqat qilsak bo'ldi. Agar ko'ra olmayotgan bo'lsak, topishga harakat qilamiz. Ko'zimiz bilan emas. Shu to'g'riga qarab turib, men hozir masalan to'g'riga qarab turibman. Sardor Qo'lini bunday o'tirganini ko'ryapman. Masalan, Abduqayim iyaga qo'yib o'tirganini ko'ryapman. Hozir Abduqayim haqida gapirar ekanman. Yahyo qo'lini bunday qilganini ko'rdim. Pastga tushirib oldi. Hozir men haqimda nimadir ekan bu deb. Masalan, buni hammasini ko'rib turibman. Hammasini lekin to'g'riga qarab turib ko'ryapman. Shunday o'rgatasiz. Sekin. O'shanda ko'zimizga tushayotgan bu hududda mana shu ribiglaz deydi. Mana shu 180 gradusga tushayotgan ribiglaz deb nimaga aytiladi? Baliq ko'zi, ikkita baliq ko'zi 360 gradus ko'rar ekan, butun atrofni ko'radi. Bitta ko'zi 180 gradus ko'radi. Bizning ikkita ko'zimiz 180 gradus ko'radi. Mana shundan shog'i hammasini. Masalan, hozir birov mana shu yerdan shunday musht otsa, shunday qilamiz-ku. Qanday qilamiz shuni? Biz bu yoqqa qarab turdik-ku. Ko'rmasligimiz kerak edi-ku. Nega bunday qildik? Nega? Chunki uni ko'ryapmiz, uni his qilyapmiz, uni miyamiz qabul qilyapti. U yerdan bir xavf kelganini oldindan informatsiyasini berdi va himoyaladi o'zini. Nega siz to'g'riga qarab turib u yerdagi raqamlarni ko'ra olmas ekansiz? Ko'rasiz, faqat ozgina nima qilish kerak-da? Jon kuytirish kerak-da.